Assalomu alaykum, hammaga salom o'rtoqlar. Xo'p, bugungi darsdan sizlarni ko'rib turganimdan xursandman, chunki sizlar ancha-muncha darslarni ko'rib, mana shu darsga keldinglar. Ya'ni majburiyatlar bajarilmaganda bu dars sizlarga ko'rsatilmagan bo'lardi. Bundan keyin ham xuddi shunday davom etinglar, darslarni juda ham katta aktivlik bilan ko'ringlar. Har bitta darsni boshlashimizdan oldin aytaman, sizlar biron bir xonaga yoki ovozsiz joyga o'tib, fokusni bitta joyga qo'yib, fikrlar hammasini tozalab olib, bemalol o'sha darslikni ko'rishga o'tirishinglar kerak va naushnik quloqchinlar taqib olib darsni ko'rishni maslahat beraman. Xo'p, bo'lmasa biz ham boshladik darslikda. Qisqa qilib aytamiz. Xo'p, yana bir narsani aytib o'taman. Sizlar darsni ko'ryapsizlarmi? Iloji boricha vazifalarni bajaringlar, oxirigacha to'liq qilib bajaringlar. Ya'ni masalan bajarib bo'lgandan keyin sразу back test, ya'ni back test qilinglar. O'sha analistlarga o'rgatildimi? Masalan, undan oldingi darsda RSI, divergensiyani orqaga o'tinglarda tekshirib chiqinglar. 10 ta 15 ta masalan o'sha divergensiya bilan savdo ochinglar trading viewda o'zida. Bu haqiqiy savdo deyilmayapti sizlarga. Prosta tag, masalan, mana shu joyda divergensiya bor edi, men shuncha kirdim. Qancha foiz olgan bo'lardim? Shunaqa yoki chartni bu tarafini yopib qo'yinglar-da, back test qilinglar. Juda ham back testni foydasini bilasizlar. Bekorga aytmayapman. Sizlarga bekorga bu narsa aytilmayapti. Masalan, 10 ta back test qildinglar, nechtasi profit? Masalan, faqatgina o'sha divergensiya bilan savdo qilgansizlar yoki o'sha trend liniya o'zinglar analizinglar bilan savdo qildinglar, strategiya analiz qildinglar, back test. Hozir mana ekranda ko'rsataman, back test qanday qilinishini. Masalan, mana orqa time frame ga, masalan, sizlarga o'tgan safar divergensiya o'rgatildi, to'g'rimi? Masalan, o'sha RSI deb yozamiz. RSI Strange Index. Birinchisini tanlaymiz. RSI'lar ta'minlamaydi. Bitta mana shu RSI nastroykasiga kirasizlar. Shunchaki hozir eski darsdan ozgina aytayapman. Hozir endi darsga o'tamiz. Sariq liniyani o'chiraysizlar, bo'ldi. Boshqa RSI'da agar ranglarni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, o'sha ranglarni o'zingizlar xohlagandek o'zgartirib olishinglar mumkin. Xo'p, endi masalan RSI'da aytaylik, bu bir kunlik time frame'da masalan RSI'da o'zini ham masalan aytaylik overboughtga kelganda, masalan men sotib olaman. Prosta masalan ekranning har tarafini yopasizlar, qaraysizlar. Masalan divergensiya bo'lganmi yoki yo'qmi? Mana bu tarafini shunday yopib qo'yasizlar, qaraysizlar. Oldin masalan RSI, ya'ni RSI zonamizda oversell qismiga kelgan ekan, o'sha sotib olish tugagan vaqtda mana bitta ikkita divergensiya bo'lgan ekan. Ya'ni mana bu yerda, bu bir kunlik time frame'da shuni ham ko'ringlar. Masalan mana bu yerda, lekin narx mana bunday bo'lgan. Bemalol mana shu joyda men savdoga kirgan bo'lardim deymanda taxmin qilasizlar. Deylik masalan long bozor. Mana shu joydan men oversell qismi oversellni buzib olib, mana bu 30 lik zonamiz, ya'ni mana bu 30 lik zonamizni buzib o'tgandan keyin men savdoga kiraman yoki bitta retest bo'lgandan keyin savdoga kiraman desanglar ham aytaylik, masalan mana retest bo'ldi. Mana shu retestni eng past qismiga to'g'ri kelyapti ekan shu zona. Mana bunday qilib savdoga kirsanglar ham spot o'zidan 10% natija spotdan masalan oldim deysizlar yoki futuresda sal bunday qilib kirasizlar, o'sha pozitsiya bilan kichikroq time frame o'tirib 12% natija. Futuresda bu 12%, 100-200% bo'lib ketadi. Masalan, bitta taxmin ketdi, endi ikkinchisiga o'tamiz. Masalan, bozor yana mana bunday qilib yopib qo'yasizlar-da, qaraysizlar. Yana oversellga yana keldimi? Demak, men oversell kelganda olaman. Start bo'ldi, analizinglar bor. Oversell kelganda olaman, divergensiyani kutaman. Overselldan chiqishi bilan sotib olaman. Masalan, mana keldi-da. Bu masalan tepadan tushib kelgan narsa-ku. Keldi, hop, mana bu yerda bitta retest oversellga mana pastda ko'rishinglar mumkin. Hop, mana masalan savdoga kiramiz. Bitta plus, yana bitta plus. Deysizlar, masalan bitta plus emas, endi sizlar targetinglar mana bu yoqqacha qo'ygansizlar, hatto mana bu yashil shamgacha qo'ygansizlar. 15% hatto stop lossni aytaylik mana bunday qilib 3% qo'yib qo'ygansizlar. Lekin bu stop lossni urdi. Xo'p, bitta plus, bitta minus ketdi keyingisiga. Masalan hozir yana oversell, ya'ni RSI buzib o'tdi, yana narx yana retest bo'lyapti. Xo'p, keyin qaraysizlar, yana masalan retest bo'lyapti. Men savdoga kirardim. Qaraysizlar, masalan oversellga bitta retest bo'ldi. Mana bu zonaga, ya'ni mana pastdagi mana bu zonaga bitta o'sdi-da, yana keldi.
va mana shu yerda men yana sotib olgan bo'lardim deysizlarda. Ya'ni oversell keldimi yana olinglar. Narx tushdimi, oversell yana tegdimi, olinglar. Mana ketdi yana narx. Endi masalan men qayerda edim, men zona mana bu yerda. Hop, mana plus bilan chiqib ketdim. Mana plus bilan chiqdim. Hop, masalan keyingi zonaga yana ketaverasizlar. Orqaroq shu tarixni ko'rasizlarda, mana shunday qilib ketib ketadi. Masalan, hozir men bitta plus, bitta minusman, lekin men yaxshigina plusdaman. Hisoblaysizlar, masalan, bir oy davomida backtest qilasizlar va o'sha tajribani orqasidan sizlar уже yaxshigina tajriba yig'asizlar. Portfolio bu bitta kanal ochinglarda o'zingizlarga masalan backtestlaring tashinglar. Mana bitta strategiyani yozasizlar. Mana shu strategiya bo'yicha 50 ta backtest qildim. Nechtasi plus, nechtasi minus. Nimaga minus, nimaga plus? Bo'ldi, shuni yozib ketasizlar. O'zingizlar tarix uchun ham qolib ketadi bu. Qanday o'rgangansizlar? Birov o'rgatmasalar, menga o'xshab birov o'rgatmoqchi bo'lsanglar ham o'sha daftaringlar yoki o'sha kanallarga, o'sha daftaringlarga yoki o'sha kanallarga kirib o'sha narsani o'rgatasizlar. Вот, sizlarga как shpargalka bo'ladi. O'sha xatoni qilmaslikka, shunaqa narsalarga. Xuddi shunaqa deyiladi bu backtest. Orqaga qaytib, masalan, bu katta time frame da ko'rsatyapman sizlarga, kichkina time frame da o'tib qarasanglar ham bo'ladi. Xo'p, darsga o'tamiz. Ko'rdinglar. Endi masalan, bir kunlik time frame da ishlayapman, bekorga emas. Sizlarga bugun day trader qanaqa bo'lishini, masalan, scalpingchilar bor, kichkinaroq vaqtda ishlayshadi, yoki har bir masalan scalpingni boshlayotgan odamga ham yoki eng yangi boshlayotganlar ham birinchi o'chirda sizlar katta time frame dan kichkina bo'lib kelishingiz kerak bo'ladi. Yoki o'sha katta time frame ni o'zi ham katta profit. Shuni inobatga olib, katta time frame dan pastga qarab tushganinglar ma'qul. Xo'p, qaranglar. Masalan, bu Bitcoin. Aytaylik, Bitcoin masalan bir kunlik time frame da qaraymiz. Masalan, sizlar day tradermisizlar, ya'ni kattaroq time frame da bir kunlikda ishlaysizlar. Xo'p, aytaylik, hozir bunda masalan bunday qilib orqaroq tortsak, Bitcoin polni down, ya'ni bearish bozor, ayiq bozordamiz, to'g'rimi? Narx polni tushgan. Hop, endi aytaylik, mana bunaqa bull market bo'lib qolgan vaqtida qachon savdoga kirsa bo'lardi? Masalan, mana Bitcoin mana shu joyda olaylik. Mana bu tarafi yo'q aytaylik. Bu endi oldingi, lekin mana shunaqa bull market keladi baribir. Masalan, bir xil kriptovalyutalar endi chiqqan kriptovalyutalar mana shunday ko'tarilib boradi yoki shunaqa bull marketda savdo qilishni hozir sizlarga o'rgataman. Masalan, mana Wave token ketyapti, tokenga sizlar qo'shila olmayapsizlar. O'shani qo'shilib olishni hozir ko'ramiz. Endi bu day trader, ya'ni bu faqatgina bir kunlik time frame da analiz qilasizlar. Endi bu faqatgina dars davomida tushuntiriladi. Xo'p, day traderlar qanday qilib analiz qilishini bugun darsda ko'rib o'tamiz. Xo'p, ketdik. Boshladik. Birinchi o'chirda sizlarga masalan mana sizlar mana shu joyda bozorga qarayapsizlar. Mana aytaylik, hozir masalan mana shu joyda bozorga qarayapsizlar. Hozir narx day traderlarga, day trader spotda yoki futuresda juda ham kam plyachada ishlaydi. Ko'proq spotda ishlashadi day traderlar. Shuning uchun sizlar eng ko'p tushgan, yaxshigina tushgan kriptovalyutani qidirasizlar. Masalan, bu orqaroqdagi time anaqa, masalan men mana bu yerda masalan hamma kriptovalyuta pastga tushgan bir kunlik time frame da olsak. Shuning uchun mana Bitcoin orqaroq time frame o'tib ko'ramiz. Masalan, mana yaxshigina tushibdi ekan Bitcoin o'sha oldingi bu 2021-yil, xo'p, 58 mingdan bo'lni 45 mingga yaxshigina tushgan. Mana bu yerda ham yaxshigina tushgan. Xo'p, endi masalan mana shu tushgan vaqtida sizlar nima qilasizlar? Narx tepaga ketami, pastga ketami buni bilmayapsizlar. Sirazu indikatorga kirasizlar. Oldingi mavzuda ham aytildi. EMA deb yozasizlar. Bu Xo'p, assalomu alaykum. Qisqacha reklama. Ko'rishinglar mumkin. Bizning o'zimizning yopiq guruhimiz bor, bilasizlar. Mana Khan Academy Elite degan. Qanaqa? Mana bunda qanaqa signallar bo'ladi? Swing, ya'ni просто так signal emas bu yerda. Mana polni bozorda qayerdan qanaqa yo'nalish olishi va tagida mana qayerda likvidatsiya bor, qayerda candle, qayerda resistance, bozor qayerdan qaytadi, nima qilamiz yana. Tushunyapsizlarmi? Hamma ma'lumot beriladi. Просто так signal emas bu. Tashab ketilmaydi. Mana shunaqa tartibda beriladi signallarimiz. Kunlik daily basis Bitcoinni tashab turamiz. Signallar qanaqa tartibda? 1 ga 2 shunga o'xshash savdo qilamiz. Ko'rishinglar mumkin. Masalan, mana signal tartibi, mana short, tepada pinlar hammasi bo'ladi va mana foydalar. Foydani masalan bolalar ham mana shu signalga kirgan bo'lsa, pinlar to'piga mana o'zlarining signal natijalarini tashlashadi. Ko'rishinglar mumkin.
Xo'p, shu. Undan keyin pump coinlar bilan ishlaymiz biz. Bilasizlar, 1000%, 2000% qilamiz, lekin kichkina summa bo'ladi. Buni tushuninglar. Biz katta summa qilmaymiz. Bu kichkina summa pump coinlarda, masalan, mana Dogecoin'iga ishlaganmiz. Mana Doge berilgan coin'i, вот, masalan, mana o'sha foydali. Bu yerda stop loss deb hammasi ochiq oydin bo'ladi. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar, mana shu bizani signal guruhimiz, narxlari bu qanaqa desanglar, mana yozilgan 1 oylik 30, 2 oylik 50, 3 oylik 80 dollar. Bemalol akkaunt 25 ga Telegramdan yozsanglar, o'zim javob beraman. Bemalol qo'shilib, sizlar ham biz bilan birga shu bozor bilan foyda olsanglar bo'ladi. Charchamanglar, sog' bo'ling. Moving average MA deb yozasizlar, mana pastrog'ida mana Philip Kane degani bor, 4 MA yoki masalan 4 MA deb yozasizlar. 4 MA deb yozasizlar. Mana bu odamniki chiqib keladi. Mana pastrog'ida mana shu joyda turar ekan. 1 2 3 4-sida turadi. 6300 ta odam foydalangan. Bitta bosasizlar o'shani, bosganlarda men bosmayapman. Mana o'sha indikator chiqadi. Bu indikator qanday qilib ishlatiladi? Ya'ni bu MA moving average hisoblanadi. Sizlarga aytaylik 200 ta shamni yoki 100 ta shamni o'rtacha yaxshi sotib olish zonasini yoki o'rtacha masalan volyumni hisoblab beradi. Xo'p, ketdi. Masalan, buni nastroykasi qanaqa? Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa ranglarni o'zingizlar o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Masalan, men bir xil rang bo'lib qolibdi. Buni masalan yashil qilamizda, mana bunday qilib ranglarni xohlagan narsani o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda nechta MA bor? Inputga bosasizlar 20, 50, 100, mana buni 50, 200, 100. Bunday qilaylik. Buni 100 qilamiz, bunisini 200 qilamiz. 200 MA'lar. Xo'p, buni yashil qilaylik. Buni qizil qilamiz rangni. Xo'p, masalan hammasini ochsak, mana shunaqa bozor ko'rinadi. Endi ko'rishingiz mumkin, bunaqa bozorda tushunmaysizlar, hammasini ochmaymiz, sizlarga eng keraklilari. Ya'ni sizlar bilishingiz kerak, hozir masalan ko'zni o'zida ham qarasak bo'ladi. Hozir sizlar uptrenddasizlar. Masalan, bir xil paytda mana bunaqa bozor kelib qoladi. Mana bunaqa, ya'ni narx tushish, ya'ni berish bozor, ya'ni downtrendga tushganda MA dan foydalanish qiyin bo'ladi. Bunaqa vaqtda MA bizga resistant bo'ladi. Shuning uchun mana bunaqa uptrendlarda MA'lar yaxshigina ish beradi sizlarga wave ga kirib olishga. Xo'p, birinchi o'chirtda bunga qaraymiz. Eng pastidan boshlaymiz. Masalan, 20 MA. Bu menimcha oldingi darsda ham yaxshigina o'tildi. Masalan, mana 20 MA juda ham yaqin. Sizlar kirish chiqishni bilmay qolasizlar. Masalan, mana narx tushgan ekan. Hozir mana shu joyda biz mana shu joyda ko'rayotgandik. Narx tushdi. MA ni buzib o'tib ketdi. Demak, bu 20 MA day tradingga bo'lmaydi. Qaraymiz, yana nastroykasiga kiramiz, yana ochamiz. Biz bu nechinchisi? 50 MA ga qaraymiz. Masalan, 50 MA moshni to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Qaranglar. Mana narx o'sdi. 50 MA keldi. Bull market. 50 MA keldi. Bull market. 50 MA ga tegdi. Bull market. Zo'rmi? Zo'r. 50 MA to'g'ri keldi. Hop, to'g'ri keldi. Endi masalan isbotlash uchun yana keyingi MA ni ko'ramiz. Aytaylik, mana 100 MA. 100 MA ga qaraymiz. Juda ham sizga to'g'ri kelmayapti, chunki mana bu yerga umuman yaqinlashmagan 100 MA ga. Shuning uchun biz hozir 50 MA bizga ma'qul. 50 MA ga qaraymiz. Xo'p, qarab ketaverasizlar. Mana siz masalan 200 MA to'g'ri keldimi? 200 MA da olinglar. Agar masalan o'sha 200 MA gacha maksimalni qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shanda ko'rasizlar bozor. Xo'p, hozir bizda bull market, chunki masalan mana bu yerda olgandik biz. Narx masalan mana bu yerdan buzib o'tib keldi. 50 MA bizga tegdi va yana o'sdi. Demak, hozir qayerda turibmiz? 50 MA ga yaqinroq. Demak, hozir qayerda turibmiz ekan? Ya'ni sotib olish, long bozorga yaqin turibmiz. Bemalol mana shu 50 MA da bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Ya'ni masalan sotib olsak bo'ladi. Lekin masalan sizlar savol tug'ilishi mumkin. Hozir mana shu sotib olishsiz garantiya berasizmi? Yo'q, bu bozor riskli bozor. Ya'ni 100% o'sadimi? Yo'q, bu riskli bozor. Albatta tushib ketishi ham mumkin, lekin biz bu sham bizga 100 ta shamni o'rtacha anaqasini hisoblab beryapti. Agar tushsa ham yaxshigina tushadi. Shuning uchun stop loss bilan kirasizlar. Risk bormi? Risk bor. Mana bemalol qancha
50 ga tagiga qo'yib qo'yasizlar. 7% stop loss ketdi narx. Masalan, mana 26% yoki mana bunga qo'yasizlar. Bunga tegib yana o'sgan. Masalan, bu tarafda ham masalan tegib bundan ham o'sib ketgan. Buni ham xuddi shunday qilib sal teparog'iga yo pastroqqa qo'ysanglar, mana 30% bozordan olib chiqib ketyapsizlar. Xuddi shunday. Ko'ryapsizlar, mana 20 ga to'g'ri kelmadi, 50 ga o'tdim. 50 ga to'g'ri keldim, 50 ga analiz qilamiz. Xo'p, ketdi. Endi agar masalan garantiya bormi degan savolga, yana masalan o'sha savolga to'xtalamiz. Garantiya yo'q, iloji boricha o'sha support, resistance zonalaridan ham foydalanamiz. Masalan, bir kunni time'da masalan bizda resistance zonamiz qayerida? Mana bu zona yaxshigina resistant. Ya'ni mana shu zonaga narx tegib tushgan, oldingi safar yana hozir kelib retest bo'lishi mumkin. Shuning uchun masalan stop loss bilan kirayotganda ham qayerga stop loss qo'yishga bog'liq. Masalan, narx mana bu zonaga keldi, lekin 50 ga tegmadi, sizlar sotib oldinglar. Balki hozir tegib yana tushib ketar deysizlarda, oldingi resistantga stop loss qo'yib qo'yasizlar, pastroqga. Xuddi shunday emailda savdo qilinadi. Endi masalan bozorda masalan bull market borligini qanday bilsa bo'ladi? Shunchaki qaranglar, masalan ko'z bilan ham qarasa bo'ladi. Yashil sham juda ham ko'p. Masalan, mana shu yerda 100 ta sham bo'lsa, 100 ta shamdan nechtasi yashil? Ko'ziga masalan shunday qarasanglar ham mana polni yashil desak, mana polni yashil, qizil sham umuman kam. Masalan mana kam. Asta men bu yoqdan bu yog'ini olsak, lekin mana bu yoqdan bu yog'ini olsak, polni qizil sham. Qizil bo'lib keldi. Mana bu yerda ozgina burilish bo'lib berdi. Xo'p. Tushundinglar? Xo'p, endi savol tug'ilishi mumkin yana sizlarda. Qaysi emaildan ko'proq foydalanaylik? Masalan, biz bir kunlik time frame analiz qilyapmiz bozorda. Uzoqroq muddatga qaysi email yaxshi? Bir kunlikmi, o'sha bir haftalikmi, bemalol 50-100 email sizlarga to'g'ri keladi. Agar mana bunaqa bu market bo'lsa, endi masalan bir xil paytda masalan mana buzib o'tib ketadi. Mana aytaylik, bir xil paytda buzib o'tib ketadi. Masalan boshqa kriptoni mana misol bitcoin bayroq o'tsa, masalan mana narx tegdi, hozir yana masalan tegdi, yana o'sish kerak edi-ku desanglar, mana lekin buzib o'tib ketdi. Endi bunaqa vaqtda nima qilamiz? Bunaqa vaqtda kutishinglar kerak bo'ladi. Masalan, sizlar sotib oldinglar, stop loss bilan kirdinglar, stop lossinglar urdi. Endi kutasizlar. Masalan, mana shu joyda ham bizga support, resistant qo'l keladi. Mana bu yerda masalan resistant zonamiz bor edi. Masalan mana bu yerda yaxshigina o'sdi, tegdi, tushdi, buni buzdi, narx bo'lib ketdi. Mana bu yerda yaxshigina resistant stop loss bilan shaq qo'ygan bo'lsanglar ham minusda bo'lardinglar. Endi qaraysizlar. Masalan, bir xil paytda EMA ga keladi, masalan 50 EMA dars tegib, keyin ko'tarilib ketadi. Endi mana shu vaqtda to'g'ri kelmay qolishi mumkin sizlarga, o'zingizlarda o'sha 50 EMA lar. Qaraymiz, masalan 100 EMA qanday kelyapti? Hozir bu, demak 100 EMA ham 100 EMA ga mana bu yerga tekkan, o'sgan. Demak 100 EMA ham sal to'g'ri kelmayapti. Yana qaraysizlar. 200 EMA qanday kelyapti? Hop, mana ko'rishingiz mumkin, 200 EMA da yaxshigina bizga sotib olish zonasini ko'rsatib beryapti. 200 EMA shu 200 ta shamni kattaroq ko'rsatib beradi. Masalan, sizlar masalan 200 EMA ga mana o'tgan safar ham tegib, keyin o'sgan. Masalan 200 EMA da yoki masalan orqaroqqa qarasak, 200 EMA ga yaxshigina resistant tegyapti, oxiri mana buzdi. Почти 1 oy, 2 oy mobaynida resistant bo'lib berdi, 2 oylik resistantni buzdi. Demak, baribir yaxshigina o'sadi. Bu почти 2 oylik resistant bo'lib keldi. Dirs tegdi-da, retest bo'ldi. Mana shu joyda olsa bo'ladi. Dirs uchdi. Yana keldi hozir. Qaraymiz, masalan, bozor o'zi buza oladimi, kuchi bormi deb qaraysizlar. Masalan, bu buzdi, lekin sразу yana o'zini oqladi. Demak, hali bozorda pul bor. Ya'ni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, qizil shamni qaraganda yashil sham o'zi ko'proq. Hop. Masalan mana o'sha 200 EMA da kuchini ko'rdinglar. 200 EMA ga narx tegdi. O'sha masalan savdo kirdik. Через stop loss.
Masalan mana 200 mega o'zini ham masalan sotib oldik. Masalan 200 mega ham sotib oldik. Stop lossimizni mana bu yerga qo'yib qo'ydik. Masalan mana oldingi support zonamizga o'sha support resistance ham bu yerda ham qo'lga keladi. Monthly deb o'sha tortib kelasizlar. Monthly weekly tortasizlar, o'zi o'shani ham o'zi yetadi sizlarga qayerda qo'yish, qayerga chiqishni. Masalan mana o'sha ketdi. Mana bu yergacha qolsak ham masalan 26% bozordan olib ketmoqmiz. Endi mana bunaqa bozorda ko'rishinglar mumkin, bizga EMA yordam bermaydi. Faqatgina EMA resistant bo'lib keladi. Bunaqa vaqtda sizlar long bozor ochish qiyin bo'ladi. Masalan aytaylik, qachon ochamiz? Masalan hozir bu Bitcoinmi? Narx polni mana EMA da umuman respektdan qilmagan. 200 EMA da. Endi bu qachon? Masalan 200 EMA mana bunday kelib, mana bunday bo'lgan vaqtida o'sha sizlar 200 EMA da respektini ko'rasizlar. Agar respekt yaxshi bo'lsa, o'sha asta bu bilan birgalikda savdo qilib ketsa bo'ladi. Lekin ungacha bu prosta bizga resistant hisoblanadi. Masalan, sizlar pastroqda oldinglar, resistant 200 EMA da sotasizlar. Shunaqa zona hisoblanib keladi. Xo'p. Aytaylik, masalan bunaqa bozorda boshqa kriptoga o'taylik. Yoki masalan mana Bitcoin o'zidan o'taylik. Masalan, baribir Bitcoin analiz qilib bering deb so'raysizlar. Bitcoin bozori qarab yuradi. Xo'p. Mana nastroykaga kiramiz. Qaraymiz. Masalan 100 EMA bizga yaxshigina resistantmi, yaqinroq resistantmi da 50 EMA undan ham yaqinroq masalan. 20 EMA undan ham yaqinroq. Endi 20 ja bo'lmaydi bir kunligi. Resistantni hozir biz savdoga kirmaymiz biz. Hozir bizga resistantni topamiz. Masalan qayer bizga yaxshigina resistant edi yoki masalan 100 EMA da o'zi ham yaxshigina resistant bo'lgan ekan. Yoki mana bu yerlarda ham. Shunaqa, ya'ni bearish bozorda zo'r o'xshamaydi EMA, faqatgina resistant qilib qo'llasa bo'ladi. Masalan mana hozir mana narx keldi-da, o'sdi. Mana bu yerga mana unga tegib, ya'ni bu necha edi? 50 EMA ga tegib tushdi. Lekin hozir buzdi, buzgandan keyin bitta 100 EMA ga yaqinlashdi, keyin narx tushib ketdi. Yana xuddi shunaqa mana tegib tushdi. 100 EMA ga yana tegdi, yana tushdi narx. Hozir masalan bunday buzib, bunday bo'lsa ham, 100 EMA kelsa ham sal o'sib berib, yana tushib qolishi mumkin. Shunaqa, lekin bull marketi juda ham yaxshi o'xshaydi. Ya'ni agar masalan sizlar savdo qilyapsizlarmi, orqaga qaytaylik. Mana bu joyda sizlar savdo qilyapsizlarmi, qachon masalan unaqa vaqtda nimani kutish kerak desanglar, confirmation kerak bo'ladi sizlarga bozorga kirishinglar uchun. Deylik mana bu tarafi yo'q bozorda. Bu necha edi? Bizga mana 50 EMA bu yaxshi reaksiya. Masalan mana shu joyga keldida, sizlar 50 EMA larga respect reaksiya olyapti. Ya'ni respect bo'ldi, o'shani kutasizlar, support resistance olib chizib olib kelasizlar, qaraysizlar, sizlarda EMA larga yaxshi support bo'lib beryapti. Daily time, ya'ni bir kunlik time frame da turibmiz mana. Demak, sizlar bir kunlik time frame da yopilishini kutinglar. Narx tegdimi, o'sha yashilshan bo'ldimi, sotib olsanglar bo'ladi. Masalan mana narx tegdi, bir kun davomida o'sha yashil bo'ldi. O'sha mana sotib oldik mana shu yerda. Stop lossni mana bu yergacha qo'ydik. Mana u keyin bozor ketdi. Yana qaraymiz, masalan, mana bu yerda tegmadi, lekin juda ham yaqinlashdi. Tekkanda biz masalan tekkanda savdo qilamiz deylik. Mana bu yerda tegdi deb o'ylaylik. Juda ham yaqinlashdi yoki oldingi safar ham masalan aytaylik, oldingi safar ham 100 ga yaqinlashmadi. Yana yaqinlashmay ketib qolsa-chi deb mana shu joyda savdoga kirasizlar. Mana bu tegdi deb olsa ham bo'ladi. Yoki masalan boshqa kriptoga o'taylik. Hozir men yana tushuntirib beraman sizlarga. Yana mana bu bearish market har doim bizga resistant bo'lib keladi EMA-larimiz. Mana uzoqda 2 marta tekkan, juda ham bo'lmaydi. Masalan mana dot o'zini olsak ham yaxshigina zona bo'lgan ekan, lekin kelyapti, lekin bizda yo'q. Yana qaraymiz masalan 20 EMA qaraymiz. Demak 50 EMA uzun, juda ham uzoqmi? Demak qaraymiz 20 EMA dotga to'g'ri kelyaptimi-da, to'g'ri kelyapti.
qaraymiz, masalan mana. Masalan mana narx keldi, 50 mga tegdi, 20 mga tegdi, yana ko'tarildi. Yana keldi, yana ko'tarildi. Demak, hozir sizlar aytaylik, kutasizlar 20 mga, masalan mana keldi. Hozir masalan mana keldi. Kutdinglar sizlar bir kun mobaynida bu narx tepasida yopilishini. O'sha sizlarda emaillarda bir kun mobaynida narx tepasida yopilishi kerak. Yana tepada narx, ya'ni bu qizil, ya'ni qizil shamat, yashil sham kerak bizga. Narx keldi, mana u pastga tushdi, lekin o'sha bir kun mobaynida tepada yopildi, savdo kirdinglar. Mana profit topib chiqib ketdinglar bozorga. Xuddi shunaqa, ya'ni bir kun mobaynida kutasizlar. Xo'p, endi buni tushundinglar. Endi o'sha hozir bu bull marketdan qanday foydalanishni tushundinglar. Endi bearish marketga sal bizda emayimiz to'g'ri kelmay qoldi. Bunaqa vaqtda nima qilamiz? Sizlarga o'sha supply demand zonalarimiz qo'l keladi, yordamga keladi. Endi hozir sizlarga supply demand nimaligini, qanday analiz qilsa bo'ladi, u bilan o'shani ko'rib o'tamiz. Men o'chib turamiz hozircha. Bizga aytaylik, masalan qaysi kripto? Masalan olaylik, masalan spotga, masalan yaxshigina mana red olsakchi, masalan kecha yaxshigina o'sib bergan. Da mana red o'zini ham olsa bo'ladi. Masalan mana. Mana red kriptovalyutasini, bu juda ham yaxshi pump bo'ladigan kriptovalyuta. Endi masalan qaraymiz, bu yerda bizga supply demand o'zi nima? Supply bu как sizlarga resistant. Просто supply boshqacharoq tortiladi. Demand bu как support. Как support zonasi просто boshqacha rectangle tortiladi. Mana chap tarafdagi instrumentlar qalamchani bosasizlar va mana rectangle degan narsa bor. O'shani to'rtburchak bosasizlarda tortasizlar. Bu qanday tortiladi? Masalan sizlar qaraysizlar, masalan mana bunday kelyaptimi? Bir kunlik time'da bo'lsa, masalan mana bunday kelyapti, bitta shamcha qoqildi, o'sdi. Bundan tushib ketdi. Lekin mana shu joyda yaxshigina bullish bo'ldimi? O'sha 2 ta, 3 ta bo'lsa, o'sha 2 ta bo'lsa ham o'sha supply bo'la oladi sizga. Mana buni soyasini tortasizlar, mana bunday qilib tortasizlar. Yana ketdi, yana tortamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, red crypto valyutasi mana shu joyda bizga yaxshigina supply siz olamiz. Masalan mana yozib qo'ysanglar ham bo'ladi o'zingizlarga. Uzr, demand zona, demand. Mana buni insight emas, center, ichidan bo'l. Mana demand zonamiz ekan. Endi bizga aytaylik, masalan, sizlar bozor shunday pustoy turibdi, support resistant ham yo'q, supply demanddan foydalansanglar bo'ladi. Endi bizga masalan qaraymiz, demand zonamizda masalan narx tepadan pastga keldi, mana shu joyda reaksiya ko'tarildi. Yana keldi, tepa, past, yana ko'tarildi. Ya'ni narx masalan mana shu joydan bunday ko'tarilib, yana pastga tushib ketmadi-da, bu o'sha yerda demand zonamiz. Yana mana. Voy. Shu narsa yomon. Brush. Hop, mana. Hop, qaraymiz. Masalan mana yana keldi, yana tushdi, endi o'sib ketdi. Hozir nima bo'lyapti? Yana narx ozgina range bo'lib, yana tushdi. Nima qildim men? Mana shu joyda olib qo'ydim. Baribir yana o'sishi kerak. Narx yana tegdi, xo'p tushdi, lekin mana bu supply zonamiz eng pastki qismi mana bu yer. Ya'ni mana bu yerdan pastga tushib ketmadi bu. Keldi, oxirgi minimumga keldi, yana o'sdi. Lekin men minus emasman. Minusman ozgina, lekin kutdim, yana plyus topib chiqib ketdim. Shu supply oxirgi qismigacha kutasizlar, savdo qilasizlar. Shu. Endi buni masalan resistantini MA bilan birga topamiz. Bu necha? 20 ekan. Mana 50 MA yoki bu qaysi normalrog'i hozir bizga mana masalan 100 MA yoki 200 MA dan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana birinchi sizlarga hozir supplyni tushuntiray endi. Endi yana rectangle, endi buni tepasidan tortamiz. Tepasidan qayergacha? Masalan mana narx o'sgan ekan, mana bu yerda bittagina masalan mana qaytish bo'lgan. Yaxshigina zona. Qaytgan. Aytaylik, mana shu joy olindi. Mana. Endi buni ham chizib olamiz masalan.
bir xilligi yangi tuzilishi mumkin, просто supply demand. Yana buni kichkina time frame'larda ham juda ham ko'p chiqadi. Buni faqat katta time frame emas, kichkina time frame'da ishlatsa bo'ladi. Mana bizga yaxshigina supply zonamiz. Endi buni rangini qisib qolaylik, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Qisib qolamiz. Mana aytaylik, mana supply zonamiz ekan. Endi mana shu joylarning orasiga ham sizlar aytaylik support resistance. Masalan aytaylik, sizlar men mana shu joyda narx keldi, yana tushdi. Endi men sizlar mana shu joyda mana bu yerga kelib qoldi narx. Nimani kutasizlar? Sizlar o'rtadasizlar hozir. Hech narsani kutmaysizlar, faqatgina demandga kelish kerak. Bu joyda masalan o'rtadan turib mana shu joyda sotib olmaysizlar yoki sotmaysizlar ham. Prosta tak sizlar mana shu joyda kutasizlar. Yo sizlar mana bu yerda sotishinglar kerak yoki mana bu yerda olishinglar kerak. Tushundinglar-a? Mana hozir sizlarga tushuntiraman. Sizlar agar masalan narx tepadami, narx ko'tarildimi, supplyda sotinglar xo'p. Narx masalan hozir yana pastga kelib, mana bu yerdan narx o'sani ozgina mana bunday o'sganiga sizlar mana shu joydan sotib olmanglar. Prosta kutinglar demandga. Sizlar qayerda olgandinglar? Demandni oldinglarmi? Xo'p, yana demandga keladi bu. Keldi mana. Oldinglar mana shu demandni. Yoki sal mana demandni buzdi, bitta retest bo'lib berdi, oldinglar. Hop, mana qancha foiz? Masalan, demandni oldinglar, hop ketdi narx. Masalan, 120% red kriptovalyutasida. Agar bu pump bo'lib bersa, undan ham katta. Masalan, mana qancha? Mana 217%. Nimaga mana shu yergacha o'sdi? Mana shu yerda bitta resistance bor. Monthlymi, dailymi balobatda o'shanda bittasiga tekkan yoki market strukturaga bog'liq. Yana masalan kutamiz. Yana masalan men kutdim. Mana aytaylik, mana narx yana dang keldida. Men mana bu joyda olmadim. Masalan, mana bu joyda olmadim. Endi bu katta time frame analiz qilinyapti. Lekin buni ham ichiga kirib, masalan, mana aytaylik sizlar 4 soatga o'tasizlarda 4 soatga o'tib, buni uchun analiz qilsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu menga demand, mana bu menga support deb, masalan, mana shu joyda aytaylik, mana shu ozgina mana shuni ichida ham savdo qilsanglar bo'ladi. Chunki masalan, demand supply kesishini ko'p kutib qolsanglar, mana shuni o'zini uchun analiz qilsanglar bo'ladi. Masalan, mana bunday qilib masalan mana bunday qilib trend liniya chizib yoki o'zinglar masalan o'sha pattern bo'yicha ham qarasang, mana buzib o'tib ketdi ekan, mana shu joydan buzib o'tgandan keyin bitta retestdagi savdo kirdinglar, 24% olib chiqib ketdinglar yoki mana shuni o'zida ham ichida ham ozgina analiz qilib ketasizlar, lekin sizlarda asosiy buy zonanglar mana bu yer bo'ladi. Tushundinglar-a? Bu xohlagan time frame da ishlaydi. 1 kun, 1 soat, 15 minut, любой. Masalan mana meni hozir men mana bu yerda oldimmi? Mana bu yerda nimaga men mana bu yerda kutayotgandim bu supplyda. Nimaga siz hozir mana bu yerda oldingiz, hozir yana narx kelyapti-ku, siz mana bu yerda kutasiz-ku, qanday foyda olamiz desanglar, endi buni 4 soat o'sha kichikroq time frame ga o'tasizlar yoki mana EMA bitta yoqsanglar ham mana bu 4 soatda yana 1 kunga o'taylik. Mana ko'rishinglar mumkin, mana 100 EMA ga bittagina mana bu yerda reaksiya bo'lgan, 100 EMA ga tegib tushgan yoki o'sha endi bu yerda ham EMA bilan foydalanmaylik. Qaraymiz, masalan mana bu yer bizga yaxshigina nima bo'lib berdi. Mana oldindan beri yaxshigina mana shu zona bizga supply bo'lib bergan. Masalan mana bunday qilib tortib qo'ydinglar, narx keldida, mana shu supplyga tegdi, men sotib yubordim. Endi bunday tepadagi supply qaysi edi desak, kutamiz. Undan tepadagi supply hali yo'q. Mana bu zonani olsak bo'ladi, mana bu zona bo'lishi mumkin. Mana shu yoqqa tegib tushib ketishi mumkin yoki mana bunga iloji boricha borish kerak. Meni lekin uzoqroq muddatga savdo qilsam, mana bu yerda kutaman. Narx tushadimi yoki ko'tariladimi farqi yo'q. Prosta men mana bu yerda foydani oldim. Chunki Bitcoin yaxshigina narx tushyapti. Bunaqa vaqtda uzoq vaqt kutib olmaydi. Endi kutsa bo'ladi. 1-2 yil kutmaysizlar, to'g'rimi? Shuning uchun shunaqa supply demandda savdo qilsanglar bo'ladi. Endi buni ham masalan yana pasmanda yaqinlashtirib qarasanglar, buni o'zida ham supply demand bo'ladi. Mana bu zonani olsak bo'ladi masalan. Mana bunday qilib, mana kichkina bir kunlik time frame mana bunday qilib olsanglar bo'ladi yoki aytaylik, mana bunday qilib
olsanglar ham masalan yaxshilab qarasanglar, yaqinlashtirib qarasanglar ham mana shu zona narx o'sdi yana keldi. Demak, men olaman supply demand zonani, demand zonaga olaman, olaman. Narx o'sdi. Hop, demand zona chizib olgandim men. O'sha mana qaraymiz, bir kunlik time frame'da demand zonadan tegdi. Bo'ldi, tegdimi olib qo'yaveringlar. Olib qo'yaveringlar. Stop loss qo'yinglar, все olib qo'ydinglar. Olib qo'ydinglar. Hop, masalan mana shu joyda spotda aytaylik, 17-27 red kriptosini ustidan yaxshi o'sish bo'lib bergan. Xuddi shunaqa. Endi bu juda ham yaxshi o'sish beradigan, agar masalan stop loss qo'ysanglar ham yaxshigina stop lossda bu. Hamda qo'ysanglar mana 2% ekan, yo'q, mana bemalol. Bemalol masalan mana shuncha o'ssa, agar mana 25% shuncha o'ssa, lekin mana shuncha stop loss qo'ysanglar 16%. Yaxshi, lekin mana bunday qilib 5-6% mana shuncha qo'ysanglar 10% bemalol yaxshigina reytdan pump bilan olsanglar bo'ladi. Yoki yana olaylik, masalan qaysi mana XRP ga ko'pchilik qiziqasizlar. Mana XRP ni o'zidan hozir mana yaqinlashtirib bir kunlik time frame yo'q, mana kattaroq time olaylik. Chunki masalan narx tepadan kelyapti. Supportimiz qayer, resistantimiz qayer demaymiz-da endi, supply demand. Masalan 1 oylikni, 1 weeklikni tortib yoki 4 soatlikni tortib olib kelmaysizlar. Olinglar, bir haftalik yoki 1 oylikni olinglar supply demandga. Mana qaraymiz. Bizga qaysi joy day trade'mi? Day trade analiz qilyapman. Demak, menga mana bu joyga yaxshigina reaksiya bo'lib berdi. Xo'p, endi qaysi zona olaman? Mana shu zonani olasizlar yoki aytaylik mana shu ko'rishingiz mumkin. Demak, bizga hozir bu supply zona. Yashir qilaylik, mana supply zonamiz ekan. Uzr, adashib ketyapman. Demand zona. Demand zona bizga XRP ga mana shu. Endi bizga supplyimiz qayer? Supply zonamiz aytaylik, mana bu yerda oldin bo'lgan ekan. Mana shuning bilan eng uchi, mana soyasining eng uchi, mana bunday qilib tortamiz. Mana shu yergacha bizga supply zona. Endi orasida mana shu yerda mana bu yerda oldim, mana bu yerda sotmoqchi edim men. Mana shu yerda sotaman, foydamni tez olaman deb buni kutmayman desanglar, endi qaraysizlar. Masalan, mana monthly o'tib qaraysizlar. Qayerda bor edi? Monthly. Bizga monthly kerak. Mana monthly. Xo'p. Mana bu yerda olasizlar, mana bu yerda 1 oydan beri qaytgan yoki mana monthly ekan. Mana bu yerda yaxshigina monthly bo'lib o'sha bergan. Buni yana klon qilamiz. Yana qayerda bor edi monthly? Xo'p, mana bu zona yoki mana. Shu zonami yoki mana bu zona? Mana bu zonani qo'ysanglar, qaraymiz endi. O'sha bir kunligi. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Monthlyda bu nima bo'lib berdi bizga? Retest bo'lib berdimi? Ya'ni monthlyga tegdi-da, retest bo'ldimi supplyga, demand zonaga, demanddan keyin o'sdimi yana? Bo'ldi. Demak, sizlar hozir men nima qilaman? Meni strategiyam XRP ga ko'raman. Menga mana bu zonaga kirish kerak. Ungacha men sotib olmayman. Bo'ldi, все. Sizlar mana shu yerdan olmanglar. Agar mana narx keldi, masalan, narx mana keldi, mana masalan oxirgi zonasidan tap olib qo'ydinglar. Ushadinglarda oldinglar. Stop loss bilan oldinglar, hop, mana sotdinglar. Aytaylik monthlyda 30% sof foyda. Mana bunday cho'zaylik, mana 30% sof daromad spotni olib chiqib ketyapsiz. Hozir men qayerda kutaman? Hop, aytaylik men XRP dan mana shu zonani kutaman. Yaxshigina mana oldin mana yaxshigina mana tegib tushib, hozir mana tegib yana ko'tarildi. Yana kelsa yana olaman. Bo'ldi, все. Juda ham qiyinlashtirmaymiz bozor. Oson. Supply'da olamiz, demandda olamiz, resistantda sotamiz yoki supply'gacha kutamiz teparoqdagi yoki mana bu zonalarda ham o'zida ham supply qilib chiqsanglar bo'ladi. Masalan,
mouse yaxshigina resistant bo'lib beryaptimikin? Qaraymiz. Mana tushundinglar, mana supplyni qanday tortyapman. Masalan, mana bu aytaylik, mana shu joyda men supply tortyapman. Mana buni o'chiraylik-da. Mana masalan o'chirib olaylik. Mana men hozir qanday tortaman supply? Mana shamni hozir bu taraf menga ko'rinmayapti-da. Mana bu taraf faqat. Shamni mana boshidan mana bu yerdan tortaman. Mana shu joy menga eng yaqin supply bo'ladi. Alhamdulillah. Rahmat sog' bo'ling aytganlarga. Xo'p, mana bu yerdan tortaman. Lekin katta time frame da meni supply'im qayerda? Meni supply zonam mana bu yerda. Shuning uchun har u tarafni bu tarafni olasizlar. Ya'ni mana bu yerda kutib qolsanglar, bu katta time frame'dagi supply'ga tegib o'sib ketish mumkin. Shuning uchun katta time frame'dagi muhimroq, ya'ni orqaroqdan tortib bersanglar muhimroq. Orqadan demayapman, mana o'zini kvadrati bor, o'zini range'i bor. Mana shu range'da o'zida. Bu range'diki mana bu. Ya'ni bu range'diki mana bu. Bu range'diki mana bu. Tushundinglar? O'sha yerdan tars tortasizda bu. Shu. Mana monthly'ni qaranglar, cho'tki tushgan hozir. Mana monthly'ga tegdi, tushadi. Keyingisi o'sha monthly'ni buzib o'tib ketdi. Bu как monthly bizga resistant, keyin o'sha support. Yana mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bizga masalan supply'dan oldin chiqib ketaman savdodan desanglar, monthly bizga yaxshigina chiqib ketish zonasi bo'lyapti. Ters mana tegdi, monthly'ga retest, dam tushdi. Hozir masalan monthly'ga tegdi. Men sotaman. Ters shortga kirasizlar, XRP qayergacha? Aytaylik, mana bu zonagacha yoki undan pastroq. Xo'p, mayli tushib ketsin. Aytaylik, sizlar stop loss bilan kirgansizlar bozorga. Stop loss bilan masalan men bu yerdan olib qo'ydim. Men mana sal pastroq yoki mana buni kutasizlar. Eng tagiga kelib qolishi ham mumkin. Masalan, eng tagini bitta chizib qo'yasizlar. Mana bunday qilib 13% bilan kirasizlar. Qayerda sotasizlar? Birinchi zonangizda mana bu 24% ekan yoki tepasi 51 ikkinchisi. Tek profit bo'ldi. Men mana shu sportdan futuresga yo'q, spotga savdo, bir kunlik time frame'da, kattaroq time frame'ga day traderlar savdo hisoblanadi. Xo'p, chunki agar masalan RSI o'zini ham yoqsa-chi. Mana RSI ham, hop, mana ko'rishingiz mumkin. RSI da 100 ham bizga yaxshigina retest bo'lib bergan ekan. Yaxshigina breakout zonalar mana RSI 100 bozdi, o'sib ketdi. Mana bu yerda 200 dan qaytyapti, 200 ham buzdi, lekin yaxshi emas. Supply. O'sha masalan mana qaraysizlar, 100 buzdi, 200 ga ketadi. 200 buzdimi, tepada supply'lar bor. Bo'ldi, biz hamma zonani chizasizlar, qarab turasizlar bozorga. Demandni olasiz, supply'ni sotasizlar. Juda ham oson bozor. Xuddi shunday qilib backtest qilinglar o'zingizlar. Mana men hozir backtest qildim, bitta taxmin qildim. Lekin men mana bu yerlardan taxmin qildim-ku backtestga. Sizlar ham xuddi shunday taxmin qilinglar. Masalan, mana shu joyda oldim, mana shunaqa soqqa. Agar masalan xato bo'lib qoldi, mana shu joyda stop loss'imga tegdi. Aytaylik masalan backtest bosslarda siz aytgan narsa bo'yicha chiqmadi-ku. Всё, bu bozorda hamma narsa bo'lishi mumkin. Risk bor, risk rate ratio, masalan uni sizlar stop loss noto'g'ri olgan bo'lishingiz mumkin yoki masalan menda ham xato chiqqan, masalan aytaylik hozir men aytaylik mana bu zonani olib qo'yaman, masalan aytaylik mana bunday qilib olib qo'ydim, aytaylik narx keldida bitta ozgina reaksiya bo'lib berdi, lekin men monthly'ga o'smadi. Mana bu yerdan tashlab yubordi. U yerda boshqa narsa bor. Endi bu boshqa darslarda yoki mana bu kelib qolishi mumkin bizga 100 MA bu. Mana shunga tegib keyin tashlab yuborish mumkin. Yoki aytaylik bu mana bu yerga keldida, stop loss'lar urdida, bitta o'sib ketdi. Endi bu boshqa darslar, endi tushuntirlar har sizlarga. Prosta mana shuni o'zidan backtest qilinglar demoqchiman. Juda ham yaxshi supply'da men 4 soat kichkina time frame'larda ishlatib ko'ringlar. Ya'ni o'sha eng ko'p qaytgan zonalarni общий qilib chizib olasizlar yoki o'sha mana men chizdim hozir. Ikkita shamni, o'sha birinchi, ikkinchi shamni tortamiz, lekin agar mana bu yerdan tortsak, eng ko'p qaytgan zonalarni tortib olamiz. Hop, menimcha dars tushundinglar degan umiddaman. Ko'p backtest qilib, asta tajribani oshiringlar. Albatta savdoga ham kirishga, yaxshi soqqalar qilishga vaqt topiladi. Bozor har doim bor, bozor yo'qolib hech qayerga ketib qolmaydi. Shuning uchun sizlar hozir o'rganinglar, keyin foydani, soqqani qilamiz.
Xo'p, charchamanglar, video foydali bo'lgan bo'lsa, adminlarimizga rahmat, o'zlari fikringlarni bildirib qo'yinglar. Hop, assalomu alaykum. Qisqacha reklama. Ko'rishinglar mumkin. Bizani o'zimizning yopiq guruhimiz bor, bilasizlar. Mana Khan Academy Elite degan. Qanaqa? Mana bunda qanaqa signallar bo'ladi? Swing, ya'ni просто tak signal emas bu yerda. Mana polni bozorda qayerdan qanaqa yo'nalish olishi va tagida mana qayerda likvidatsiya bor, qayerda killer, qayerda resistant, bozor qayerdan qaytadi, nima qilamiz yana. Tushunyapsizlarmi? Hamma ma'lumot beriladi. Просто signal emas bu. Tashab ketilmaydi. Mana shunaqa tartibda beriladi signallarimiz. Kunlik daily basis Bitcoinni tashab turamiz. Signallar qanaqa tartibda? 1 ga 2 shunga o'xshash savdo qilamiz. Ko'rishinglar mumkin. Masalan, mana signal tartibi, mana short, tepada pinlar hammasi bo'ladi va mana foydalar. Foydani masalan bolalar ham mana shu signalga kirgan bo'lsa, pinlar to'piga mana o'zlarining signal natijalarini tashlashadi. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, shu undan keyin pump coinlar bilan ishlaymiz biz. Bilasizlar, 1000%, 2000% qilamiz, lekin kichkina summa bo'ladi. Buni tushuninglar. Biz katta summa qilmaymiz. Bu kichkina summa pump coinlarda, masalan, mana Dogus coiniga ishlaganmiz. Mana Dogus berilgan coinni, вот, masalan, mana o'sha foydali. Bu yerda stop loss deb hammasi ochiq oydin bo'ladi. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar, mana shu bizani signal guruhimiz. Narxlari bu qanaqa desanglar, mana yozilgan 1 oylik 30, 2 oylik 50, 3 oylik $80. Bemalol akkoni 25 ga Telegramdan yozsanglar, o'zim javob beraman. Bemalol qo'shilib, sizlar ham biz bilan birga shu bozor bilan foyda olsanglar bo'ladi. Charchamanglar, sog'lom bo'ling.